Hozirgi kunda ba'zi bir buzg'unchi toifalar tomonidan ko'tarilayotgan ixtilofiy masalalardan u ham bo'lsa namozda Fotiha surasidan keyin ominni jahriy aytish masalasi. Aynan Hanafiy mazhabimizda, Hanafiy mazhabining mu'tabar va mu'tamad kitoblarida mana 12 asr davomida bizning diyorlarimizda Hanafiy mazhabiga suyanib amal qilib kelayotgan ulamolarimizning asarlarida Hanafiy mazhabida ominni jahriy aytish joriy qilingan va shunga qarab amal qilingan. Bunga yarasha o'zlarining dalillari Qur'ondan, hadisdan yetarlicha asoslari mavjud. Aynan payg'ambar alayhissalotu vassalomni zamonlarida payg'ambar alayhissalotu vassalom har bir amalni o'zlari ko'rsatib berdilar. Namoz o'qish masalasini ham, ibodat masalasini ham o'zlari aytib berdilar, ko'rsatib berdilar. Xuddi shunday namozdan keyin ominni aytish, ominni jahriy, oshkora aytish masalasida payg'ambar alayhissalotu vassalomdan aniq bir narsa vorid bo'lmagan. Payg'ambar alayhissalotu vassalom ominni aytishlikni ta'kidlaganlar, omin aytganlar, lekin uni jahriy aytinglar degan aniq ko'rsatma kelmagan. Buning sababi, ya'ni oshkora aytishlikning sababi ulamolar aytadilarki, ta'lim uchun bo'lgan. Ya'ni payg'ambar alayhissalotu vassalom o'rgatishlik uchun bo'lgan. Zero payg'ambar alayhissalotu vassalom islomni avvalida bir narsani qilardilar va keyinchalik u narsani qaytarar edilar. Nima uchun? Avval u ta'lim uchun bo'lardi, keyinchalik u narsani payg'ambar alayhissalotu vassalom man qilar edilar. Avvalo ulamolarimiz Qur'ondan dalil keltiradilar. Zero aytadilarki, omin bu ya'ni duo ma'nosida. Ya'ni bilamizki, amin degani arab tilida istajib duoana, ya'ni duoyimizni qabul qilgin degan ma'noni anglatadi. Mana shundan Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadiki, ud'u robbakum tazarruan va xufya. Ya'ni Robbalaringizga zorlangan holatda, maxfiy holatda duo qilinglar. Demak, amin deydilar duo o'rnida. Demak, duo maxfiy qilinadi. Mana shu maxfiy qilinadi deb ta'kidlagan ekanlar. Oyatdan ma'lum bo'ladiki, demak, duo maxfiy qilinadi. Agar shunga amal qilinadigan bo'lsak, ya'ni yashirin ichimizga aytadigan bo'lsak, oyatga amal qilgan bo'lamiz. Ikkinchi dalillari Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda Alqama ibn Voil radhiyallohu ta'ala anhu payg'ambar alayhissalotu vassalom bilan birga namoz o'qidilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom Fotiha surasini o'qigandan keyin g'oyril mag'dubi alayhim valaddallin, ya'ni adashganlardan va o'zingning g'azabingga uchraganlardan qilmagin degan oyatni o'qiganlardan keyin amin dedilar. Amin deb aytdilar. Va akhfa biha sawtahu. Bu hadisni rivoyat qilgan Alqama ibn Voil aytadilarki, payg'ambar alayhissalotu vassalom aminni maxfiy aytdilar dedilar. Ya'ni ovozlarini past qilib aytdilar dedilar. Demak, bu ikkinchi dalil. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni, ya'ni hadislaridan. Uchinchi dalili ulamolar aytadilarki, buyuk sahobiylardan Hazrat Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu ta'ala anhu bu hadisni Abi Voil rahimahulloh rivoyat qiladilar. Hazrat Ali ibn Abi Talib bilan Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu ta'ala anhu 3 ta narsani, ya'ni namozdagi 3 ta narsani Auzu billahi minash shaytonir rojim, Bismillahirrohmanirrohim va aminni maxfiy aytganliklarini vorid qiladilar. Bu hadisni Imom Tabaroniy o'zlarining shu mu'tabar kitoblarida zikr qiladilar. Demak, Hazrat Abdullah ibn Mas'udni bilamiz. Bu kishi Kufaga Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu kishini muallim qilib jo'natdilar. Hazrat Ali ibn Abi Talib payg'ambar alayhissalotu vassalomga eng yaqin sahobalardan va eng muqarrab bo'lgan zotlardan hisoblanadilar. Har ikkalalari ham namozdagi 3 ta amalni, basmalani, ta'avvuzni va aminni maxfiy aytganliklari mana rivoyat qilinganliklari mana bu narsani dalil qilib quvvatlaydi. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi, ahli sunna val jamoadan Imom Abu Hanifa va Imom Maliklar mana shu narsani joriy qilganlar. Ya'ni o'z mazhablarini tartibiga solishlikda aminni maxfiy aytishlikni joriy qilganlar. Imom Abu Hanifa ham, Imom Malik ham. Imom Abu Hanifa
buyuk tobiinlardan. Imom Malik ham o'zining zamonasining sarmazhab boshlaridan, Imom Shofiiyning ustozlari Makkada turib o'zlarining mazhablarini tartibga solganlar. Bo'lgan zotlarning hisoblanadilar. Ya'ni bu kishi ham o'sha aminni maxfiy aytishlikni o'zlarining mazhablarida joriy qilganlar. Ya'ni bu narsa ko'rsatadiki, demak aminni maxfiy aytishlik bu bizni Hanafiy mazhabimizda, mu'tamad asarlarimizda aynan biz amal qilishligimiz kerak bo'lgan muborak va ulug' sunnatlardan va amallardan hisoblanar ekan. Alloh taolo hammalarimizni o'zi turli ixtiloflardan o'z panohida asrasin.